Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlarga hozir 2010-yilda ishlab chiqarilgan Damas'imiz bor. Shuni hozir bir qator video obzor qilib o'tamiz. Mashinamiz oq rangda 13 yevro diska balon o'rnatilgan. Mana ko'rishinglar mumkin, holati idealniy, zo'r holatda turibdi. Mana bu yondan ham ko'rinishlari zo'r, chotki holatda turibdi mashinamiz. Yangi diska balonlarda mana salonlariga obshivkalar qilingan, chexol poliklar qilingan tayyor mashinamiz. Metan gaz o'rnatilgan mashinamizga. Salonlarning ishlari zo'r. Salonga bag'lar ham o'rnatilgan. Toza qilingan salon ichiga. Most korobka motori yaxshi. Xo'sh, bu mashinamizni qiziqqanlarga, hurmatli obunachilarimiz, Samarqand shahar Saggani yangi yo'lda turibdi shu mashinamiz. 40 million so'mdan kami bor. Kelib ko'rib savdolashib olaverasizlar.